Rahman va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlayman. Ramazon maktublari 12-qism. Qur'onning har bir oyatlari har birimizni aloqador qiladi. Agar biz Qur'onning oyatlarining birda-birini bu oyat bizga emas, faloni guruhlarga nozil bo'lgan deganimizda, har biri o'zga lozim bo'lganini oladi-da, o'tirga hech bir oyat qolmaydi. Qur'on oyatlari parchalangan bo'ladi. U holda ular Qur'onni parchalab tashlashdi degan oyatiga tushib qoladi. Hijr 99-oyat. Masalan, bu oyat Makkaliklarga, bu bo'lsa Madinaliklarga, bu oyatlar ahli kitoblarga, Yahudiylar va Nasoralarga, bu Abu Lahabga, yana bu Abu Jahilga va yoki Abdullah bin Ubayga va hokazolarga nozil bo'lgan deyilsa, bu qo'rqinchli bir xatodir. Chunki har bir oyatning bizga qilmoqchi bo'lgan xitobi bordir. Qur'on hayotda o'qilsin va o'qilganlarimiz hayotga to'qinsin uchun nozil bo'lgandir. Hudan linnas, barliq insoniyatga bayonotdir degan Qur'on emasmidi? Bu Qur'onning o'z zamonidagilarga xitob qilganlari bo'lganidek, bugungilarga mo xitob qilgani bordir. Uning uchun olam shumuldir. Koinot mavjudiyat ustida oshqandir. Biz bir maktub yozganimizda yoki so'z qilganimizda bilinsin deb yozamiz, so'zlaymiz. Halbuki Alloh Zuhruf surasining 40-oyatida sizlar bu Qur'ondan mas'uliyatga tortilsizlar degan turib, bilinmas, tushunilmas so'zlarni nozil qilganmi? Qur'onning o'tmishga qanday xitobi bo'lsa, bugunga va kelgusiga, qiyomatga qadar insoniyatga xitobi bordir. Chunki u Allohning bashariyatga sungan maktubidir. Bundaq bir holat, ya'ni Qur'on oyatlarini birda-bir guruh yoki shaxslarga qaratish Qur'onga qilingan qo'rqinch bir xiyonatdir. Undaqda Qur'onni qanday o'qiymiz? Qur'onni o'qish demak faqatla ovoz chiqarmoqmi? Qiroatda baslashmakmi? Bulbuldek sayrashmi? Yoki unalg'u-sinalg'ularda musiqiy bir ohangda o'qib oromgoh qilmoqmi? Qur'on o'qimoq hayotni o'qimoqdir. Koinot mavjudotni o'qimoqdir. Qur'on oyatlarini o'qimoqdir. Qur'onning oyatlari degan kalimadagi oyat demak alam, alomat, ishorat degan ma'nolarga ega. Undaqda oyat ishorat demak bo'lsa, u nega, nimaga ishorat qiladi? Javob koinotga ishorat qiladi. Undaqda u nimaga ishorat qilgan bo'lsa, shuni o'qimoq demakdir. Oyatlar ishorat qilgan narsalarning sirlarini ochmoq demakdir. Qur'on oyatlari bizga osmonlar va zamindagi barliq mavjudotga oyat nazari bilan qarashga chaqirmoqda. Ba'zi oyatlarda tugiga qara desa, yana ba'zida koinotning qurilishiga, bosh qurilishi, davron va jarayon qilishga qara deb xitob qiladi. Lekin biz bu ilohiy vahiy sohiblari koinotning sirlarini ichishga emas, bir-birimizning sirrini ichishga qaradik va qarmoqdamiz. O'zimizdan, o'z dunyomizdan tashqariga chiqolmadik. O'z ichimizda o'z yorlarimizni tingish bilan emas, qo'chib etish bilan avora. Qur'on o'qimoq, bilmak, tushunmak, aql ishlatmak va uningga amal qilmoqdir. Koinotni o'qimoq, hayotni o'qimoq, osmon zamin, tog'u daryo, dashtu cho'llarni o'qimoq, daryo, dengiz, oy, kun, yulduzlarni o'qimoqdir. Bularning hammasi o'qish degan so'zning kategoriyasiga kiradi. Undaqda koinot Allohning kavni Qur'onidir. Shunga Qur'on ularni oyatlar deb ataydi. Qur'onning oyatini mu oyat deb ataydi. Qur'on bo'lsa koinotning o'qilgan va o'qiladigan Qur'onidir. Qur'on orqali koinotni o'qimagan inson Qur'onni kunda 1000 qatim o'qigan bo'lsa-mu, peshonasi bilan so'ysa-mu, bulbuldek sayrisa-mu, Qur'onning maqsadi hosil bo'lmagan bo'ladi. Bugungi 500 million arabning hammasi Qur'onni o'qiy oladi-ku. Undaqda biz o'qibdiqmi? Qur'onning maqsadi hosil bo'libdimi? Bugungi musulmonlarning realiy holati nimani ko'rsatadi? Qur'onda mavjudiyat 3 xil oyat hisobida bayon qilindi. Birinchi, matlu, ko'z oldimizda mushafdagi o'qiladigan oyatlar. Ikkinchi, afoqiy kavni oyatlar, koinot oyatlari. Uchinchi, anfusiy oyatlar, ya'ni inson badanining qurilmasi va uning sirlari oyatlari. Bularni Alloh oyatlar deb ataydi va bularni o'qishga, sirlarni echishga amr qiladi. Biz bu Qur'onni barliq bashariyatni qatma-qat qorong'ulikdan ilohiy nurga elib chiqish uchun sana nozil qildik. Ibrohim 1-oyat. Va ka'ayyam min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Osmonlar va zaminda ko'plagan oyatlar bor bo'lib, ular uningga qaramasdan o'tib ketadi. Yusuf 105-oyat.
O'quvimiz bizni zulmdan, zulmatdan, moddiy va ma'naviy qulluqdan, qorong'ulikdan, shundaqla passivlikdan qutuldira olmagan, aktiv holga keltira olmagan bo'lsa, demakki biz o'qimadik degan gap. Passiv yaxshi, faqat o'ziga yaxshi emas. U aktiv bo'lgandila yaxshi hisoblandi. Ya'ni umumning xizmatiga o'zini atab atlangandila andin aktiv yaxshi bo'ladi. Allohning bizdan kutadiğini passiv yaxshi emas, aktiv yaxshidir. Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lishdan burun yaxshi edi, lekin passiv o'ziga yaxshi edi. Uning passiv yaxshiligi Allohga yarmag'achqa uni aktiv yaxshilikqa buyurdi. Allah Sura Muzammil va Mudassirda: "Ey payg'ambar, o'rningdan dasturg'in, ularni haq haqiqatga chaqirg'in" degan chaqiriq bilan payg'ambarni aktivlikqa buyurgan edi. Dal u aktiv yaxshilikqa qadam qo'ygandan boshlab beshiga qamchilar urildi. Chunki u aktiv yaxshilik bo'lsa bir oqartish, o'zgartish inqilobi edi. Dal Allohning bizdan kutadiğini passiv emas, aktiv yaxshi bo'lmoqdir. Yaxshilikni yoymoqdir. Xalqni haq haqiqatga boshlamoq uchun o'yg'oq tik turmoqdir. O'zini nazar qilmoqdir va shu orqali yangi bir inson, yangi bir odam yasab chiqmoqdir. Undaqda Qur'on o'qimoq bir yangilash, yangilanish, o'zgarish va o'zgartish inqilobiga qadam qo'ymoqdir. Allohning Sura Muzammilda marhamat qilganidek, biz sana eg'ir yukni, ya'ni Qur'onni yuklaymiz. Dal bu eg'ir yukni o'tisiga olmoqdir. O yuk ostida ezilmektir, tayoq to'qmoq yemektir, tavlanmoqdir, tanlanmoqdir. Qur'on o'qimoq uning tahlili, tafsiri, tadbiri, tabliği yo'lida kechalarda bidor turmoqdir. Bu yo'lda o'zini atamoqdir, o'zini, hayotini nazar qilmoqdir. Ey payg'ambar, ular bu Qur'onga iymon etmaganlik uchun qanday qilsam ushbu Qur'onni bularga anglatarman deb, uning tufayli o'zingni halok qilishga oz qolding. Sura Kahfi 6-oyat. Mana bu bo'lsa eng buyuk Muhammadiy sunnatdir. Ey sunnatni da'vo qilgan qarindishim, payg'ambarimiz bu ilohiy vahiyni yetkazish yo'lida o'zini halok qilish girdavoga borganligini ilohiy kalom bizga xabar bermoqda. Biz uning 100 mingdan birini qilib baxtdiqmi? Qur'onni yetkazish uchun uni bilish lozim. Bilmasa nimani yetkazsinki? Qur'on o'qimoq demak Sura Fotihaning alhamdu degan kalimasidan tortib, Nas surasining minal jinnati va nasqacha bilib o'qimoqdir. Allohning bizdan talabi budur. Biz buningdan mas'ulmiz. Alloh mas'uliyatni ado qilganlardan ayligay. Duo salom ila.